Assalomu alaykum hammaga. Expert Media YouTube kanali hamda Instagramdagi sahifasining kuzatuvchilari. Xo'p, ushbu Expert Media loyihamiz nima uchun yo'lga qo'yildi? Ushbu loyihamiz aynan vodiydagi top ekspertlar, ya'ni tadbirkor, biznes egalari va marketing sohasi mutaxassislari va ta'lim sohasi vakillarini ijtimoiy tarmoqlarda o'z bilimini, tajribasini va qilayotgan loyihalarini ommaga olib chiqish uchun yo'lga qo'yildi. Inshaalloh ushbu loyihamiz davomida sizga kerakli, manfaatli ma'lumotlarni, foydali eksperimentlarni va tajribalarini, real loyihalarini sizlarga mana shu ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarimiz orqali ommaga yoritib boramiz. Albatta manfaatli bo'ladi. Sahifamizga hozirdan obuna bo'lmagan bo'lsa, obuna bo'lib qo'ying. O'zi nima uchun ushbu sahifani kuzatib borishim kerak degan savol beradigan bo'lsangiz, ushbu sahifamizda siz aynan tadbirkor bo'lasizmi, o'qituvchi bo'lasizmi, marketing sohasi vakili bo'lasizmi, soha mutaxassislarini olib chiqar ekanmiz. Ushbu soha vakillarini o'zini bosib o'tgan yo'li, qiyinchiliklari, muammolarga qanaqa yechim qilgan, qanaqa qilib shu biznesni yo'lga qo'ygan, qanaqa qilib shu darajaga erishgan, shu bo'yicha muvaffaqiyat tarixi haqida gaplashamiz va sizga o'zingizga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni, insaytlarni olasiz. Ular 5 yil, 10 yil davomida bosib o'tgan yo'llarda siz qisqa muddatda 1-2 yilda bosib o'tishingiz mumkin. Bu foydali podkast misoli bir kitob kabidir. Bitta muvaffaqiyatli insonning kitobini o'qish u inson uchun 40 yil, 30 yil ketgan bo'lishi mumkin o'sha kitob yozish uchun. Albatta u kitobni siz o'qish orqali siz 20 yil, 30 yilda, kerak bo'lsa 40 yil vaqtingizni tejashingizga olib keladi. Shuning uchun albatta hozirda obuna bo'lib qo'ying va kelgusi podkastlarimizda foydali obzorlarimizni, videolarimizni kuzatib borishingizni tavsiya qilaman. Hammaga rahmat, e'tiboringiz uchun tashakkur.